Altta ko'l var. 3 ton suv ketadigan ko'l. Hammasi qo'ydavi. Ammo tualet. Polni girdi bloklangan. Girdi blok. Polni padmayak shkaturga urilgan. Uy bitgan почти. Уже uy tayyor. Darvozasi bor. Uyning alttan ham olamiz. Etaj. Aldı 5 metrlik balkon. Eshiklar polni. Zver eshiklardan polni nimalardan qo'yilgan? Qimmat eshiklardan qo'yilgan polni. Derazalar polni plastik. Bu komnatalar. Shkaturka bo'lgan. Padmayak. Polni padmayak shkaturka bo'lgan. Namlarlar. Только shpaklyovka qilish kerak. Kraska qilish kerak, tamam. Hamma narsasi bitgan. Birinchi etaj lestnitsasi. Endi ikkinchi etajga chiqamiz. Mana bu koridor, katta koridori. Bundan nerede? Polni bitgan. Faqat patologning nimasi qolgan. Tamam. Katta komnata. Aslida. Tak. Bu lestnitsa. Polni lestnitsa. Уже ichkarilar ham bitgan. Bir komnata tayyor, kraska qilingan, polностью shpaklyovka qilingan, kraska urilgan, polni galagen, eshiklar bitgan. Dedim, nima qilishim? Komnataning ichi 4x4. Mana shu mayda komnata. Mayda komnata уже 4x4. Polni. Va bu yerda hozir polni bu yerdagilari bitgan yo'q. Bu yoqda katta zal. Patologi bo'lgan polni. Patolog bitgan. Stena polni tayyor bo'lgan. Только shpaklyovka, kraska. Bir katta. 10'ga 6 ili 10'ga 8 shunday. Katta zal, 2 komnata bo'ladigan zal. Короче, mana shuncha komnata. Men hozir mana bu yerning eshigi qo'yilgan, derazasi qo'yilgan polni. Уже yashashga tayyor bo'lgan joylar. Nerlar? Balkonda ham ko'rsataman hozir. Balkon. Balkon 5 metrlik. Katta balkon. Kirisha cherepitsa urilgan. Kirishaga cherepitsa urilgan, no? Uyning ichidan, ikkinchi etajda. Короче, mana urilgan polni. Hamma narsasi qimmat narsalar. Ko'rganlaringizdek video mana shunday tamom bo'ladi. Qolganini suratga olib tashlayman polni. İçkerini polni ko'rlaringizlar.
Так, балконы mahkam etmeyin. Возьмем. Балкон mahkam şit. Полный снимать кадим. Комната вора полный снимать кадим. Потолоктун үстүнөн деспе урулган. Кыршанын астынан урулган деспелер. Экинчи этаждын кыршасы. Мына экинчи лестницадан түшүп келаткан жай. Көргөнүңүздөй полный таяр. Мына ушундай. Raşina özünüz kak bilgeninizde şurada özünüz alqansız. Komnatanın katteligini ham bilesiz. Katta komnata. Bergana расход bo'ldi. Xeyli расход bo'lgan. Uy tayyor polni. Только шпаклевка uyda bir jo'g'argi etajda bittasi bitgan. Bir uy bitgan, katta zal ham уже почти bitgan desa ham bo'ladi. Patolog urilgan. Nima lestnisaning ostida turadigan nima qilib qo'ygan. Lestnisaning osti bu. Kuxnining joyi bu yer. Eshiklar как надо. Glazok nimalari bilan. Eshiklar kachtin eshiklardan, polni qimmat eshiklardan qo'yilgan. Eshiklar qimmat eshikdan qo'yilgan. Так что ko'rganingizdan beri faqat odam kerak. Kelib yashashni davom ettirish kerak. Derazalar qo'yilgan, o'sha polni yashashga tayyor bo'lgan uy. Oldida katta ko'li ham borna. Kolodus, katta kolodusi bor. 3 ton suv ketadi. Bir tualet hay. 5 sotlik yer qanday bo'lishi mumkin? Men 5 sotlik shu o'zingiz ko'rganingizdek, azdan bilaman, Tojikistonda 10 sotlik, 20 sotlik yer berilmaydi. Har bir odamga 5 sotlikdan yer beriladi. Shuning uchun bir odam nomiga olingan yer ber. Uyning turishi. Yana bir yaxshilab ko'rmangizlar. Darvoza qo'yilgan, polni, girt blonklangan. Hammasi как надо, короче. Krişa черепица urilgan. Kanyoklarning 2-3tasi turibdi, pastda turibdi, hali urilgan yo'q kanyogi. O kanyog ham o'sha olingan tayyor. Ursa bo'lar. Qolgan hamma narsasi chotki urilgan. Черепица urilgan, tamom. Men endi girddan polni suratga olaman.